Bu yigitlar o'z tanalarini videoga olib internet tarmoqlariga joylagandan so'ng birinchi o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, keyinchalik esa yana 30 ta davlat tomonidan bloklandi. Gap shundaki, bu yigitlar hech qanday protein, dori, kasha yoki ximikatlarsiz oddiy sabzavotlar yordamida, shu bilan birga oddiy uy sharoitidagi mashqlar yordamida shunday tanaga juda tez erishish mumkinligini isbotlashgan va buni internet tarmoqlari orqali o'rgata boshlashgan. Bu yigitlar videolari internet tarmoqlarida keng tarqalishni boshlagandan so'ng katta davlatlardagi maxsus dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar davlatga katta miqdorda pul to'lagan. Negaki agar bu videolarni hamma ko'radigan bo'lsa, hech kim deyarli protein yoki bo'lmasam shunga o'xshagan kimyoviy dorini olmay qo'yadi va natijada hamma tabiiy sabzavotlar, tabiiy mashqlar yordamida mushaklarni ishirishga o'tib ketadi. Buning natijasida esa inson ko'ziga ko'rinmaydigan, odam sog'lig'iga xavfli bo'lgan o'sha ximikat dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar kasod bo'ladi. Ha do'stlar, juda ham ko'p holatda bizlar yolg'on dunyoda yashaymiz.